Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan IDC ikkinchi qism funksiyalar mavzusida ba'zi misollar yechimini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, demak 81-misoldan boshlaymiz. 81-misolda aytilyaptiki, mana 81-misol bizda nima deyapti? Demak, fx funksiyamiz teng ekan x plus 2x kvadrat plus 3x kub plus va hokazo 100x ni 100-sigacha bo'lsa deyapti. F1 ni hisoblang deyapti. Endi qaranglar. Biz F1 ni hisoblashimiz kerak ekan. Birinchidan F1 ni hisoblash uchun barcha x lar joyiga 1 qo'yib chiqishimiz kerak. Buni bilasizlar. Demak, F1 bo'ladi teng 1 plus 1 qo'ysak kvadrati 1, 2 ko'paytirsak 2. 1 qo'ysak 1 ni kubi 1, 3 ga ko'paytirsak 3. Plus va hokazo 1 qo'ysak 1 ni 100-si 1, 100 ga ko'paytirsak baribir 100. Bundan ko'rinib turibdiki, biz hozir 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Buni arifmetik progressiyani ham juda yaxshi bilamiz. 1 ga 100 ni qo'shamiz, ya'ni birinchi xatga oxirgi xatni qo'shamiz. Bu arifmetik progressiya bo'lyapti. Ketma-ket takrorlanib ketyapti. 1 plus 100 taqsim 2. Ko'paytiramiz xatlar soniga. Xo'sh, demak 1 bilan 100 ni orasida 100 ta son bor. Demak, 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Tushunarlimi? Xo'sh, bizda nima bo'ladi endi? Ikkalasini qo'ysak 100 1 bo'lar ekan, 100 bilan bu qisqarar ekan, 50 bo'lar ekan. Demak, 101 ko'paytirilgan 50 bo'ladi. Xo'sh, 505 orqasiga 0 ni qo'yib qo'ysak, 5050. Demak, bu yig'indi 5050 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? X larni joyiga 1 qo'ydik, hammasini joyiga. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi bo'ldi va 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini 1 plus 100 taqsim 2 ko'paytirib 100 arifmetik progressiya yig'indisidan topdik. Demak, 82-misol shunga o'xshaydi. Uni o'zingizlar bemalol ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, biz 83-misolni yechimini ko'ramiz. 83-misolda aytayaptiki, fx funksiyamiz 2 ni x-siga teng bo'lsa, xo'sh, f1 plus f2 plus f3 plus va hokazo f10 ni hisoblang deyapti. Ya'ni x larning joyiga 1 dan 10 gacha qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Mana bu x lar joyiga 1 dan 10 gacha qo'yishimiz kerak. Birinchi e'tibor beringlar, f1. Ya'ni x lar joyiga 1 qo'yadigan bo'lsak, 2 ni birinchisi bo'ladi. Bu 2 ga teng. f2, ya'ni x lar joyiga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 ni ikkinchisi bo'ladi-da. Bu necha bo'ladi bizda? 2 ni ikkinchisi 4 bo'ladi. 3 qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, 2 ni uchinchisi bo'ladi-da. Bilasizlar, 2 ni uchinchisi, 3 ni 2 ni ko'paytirsak 8 bo'ladi. E'tibor beringlar, demak, bunda 2 4 bo'lar ekan. X lar joyiga 3 qo'ysak 8 bo'lar ekan. Va hokazo 10 qo'yadigan bo'lsak, 2 ni 10-si bo'ladi-da. 1024 bo'lar ekan. Biz mana shu yig'indini hisoblashimiz kerak, o'rtoqlar. Bu nimaga o'xshayapti? Yaxshi e'tibor bersak, bu geometrik progressiyaga o'xshaydi. 2, 4, 8 va hokazo. Keyingisi 16, 2 ga oshib ketayotgan geometrik progressiya. Demak, birinchi xat, ya'ni B1 2 quvsi, ya'ni geometrik progressiya mahraji oshib ketayotgani 2 ga oshib ketyapti. 2 ga ko'paytirilyapti. Va xatlar soni 10 ta, 1 dan 10 gacha qo'yilyapti x joyiga, demak 10 ta xatlar soni 10 ta. Biz nimani topishimiz kerak? S10 ni topishimiz kerak o'rtoqlar. S10 ni topishni bilasizlar. B1 ko'paytirilgan q ni 10-si minus 1 taqsim q minus 1 formuladan topiladi. B1 ning joyiga 2 qo'yamiz. Ko'paytirilgan q ning joyiga 2 qo'yamiz. 2 ni 10-si minus 1 taqsim q ning joyiga 2 qo'yamiz. 2 minus 1. Xo'sh, bizga hosil bo'ladi. Demak, 2 dan 1 ketadigan bo'lsa 1 qoladi. 2 ko'paytirilgan. Xo'sh, 1024 edi. 2 ni 10-si 1024 dan 1 ni ayirtishsak 1023 qoladi. Mahraj o'zi yo'q bo'lib ketdi. 2 ni demak 3 ga ko'paytiramiz 6, 2 ni 2 ga ko'paytiramiz 4, 2 ni 0 ga ko'paytiramiz 0. 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2, demak javob 2046 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'sh, ketdi bu ham. Demak, endi keyingi misolga o'tamiz. Biz navbatdagi misol. Bundan keyingisi ham menimcha shunga o'xshash misol bo'ladi. Xo'sh. Bundan keyingisi, ya'ni 83 ni ko'rgan bo'lsak o'rtoqlar, endi 84 ni ko'ramiz. 84 biroz boshqacha ekan. Demak, fx funksiya berilgan. X kvadrat minus 2x plus 1 ekan. Fx funksiyamiz bo'lsa deyapti. F ildiz osti 5 plus 1 ni hisoblang deyapti. E'tibor berasizlar. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Birinchidan bilamizki, bunda hozir nima qilishimiz kerak? Bunda x lar joyiga mana bu ildiz osti 5 plus 1 ni qo'yishimiz kerak.
Unda sal murakkab bo'ladi. Javob chiqadi-yu, ozgina cho'ziladi. Hisob kitob bizga yoqimsiz bo'ladi. Shuning uchun nima qilib olamiz? Yaxshilab e'tibor bersanglar, mana bu joyi to'la kvadratga tushyapti. Ya'ni fx teng bo'lyapti. Mana bu joyi x minus 1 ning qavs kvadrati o'rtoqlar. Ana endi x larni joyiga mana buni olib kelaylik. Juda chiroyli bo'ladi. Demak, f ildiz osti 5 plus 1 teng bo'ladi mana x joyiga. Ildiz osti 5 plus 1 va mana minus 1 bor. Minus 1 ning kvadrati. Plus 1 minus 1lar yo'q bo'lib ketsa, nima bo'lib qoladi bizda? Ildiz osti 5 ning kvadrati bo'lib qoladi faqat. Bundan esa o'rtoqlar 5 chiqadi. Demak, buni qiymati 5 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisi 85 ham xuddi shunga o'xshaydi. To'la kvadrat, demak, ajratib olishimiz kerak. Mayli, 86-misolda ko'ramiz. Demak, 86-misolda aytayaptiki, xo'sh, fx funksiyamiz teng bo'lar ekan x kvadrat plus 2x minus 1 bo'lsa deyapti. Sen menga f ildiz ostida 2 minus 1 ni hisobla deyapti. Yana e'tibor beringlar o'rtoqlar. Mana bunda ham yana to'la kvadrat ajratib olishimiz kerak. Shunda javob juda chiroyli chiqadi. To'la kvadrat ajratib oladigan bo'lsak. Yana qanday to'la kvadrat ajratib olamiz? Birinchidan, xo'sh, fx funksiya joyida turibdi. X kvadrat plus 2x bo'lgandan keyin bunga bitta 1 yetishmayapti-da. Agar 1 bo'lsa, to'la kvadratga tushib ketadi. Lekin bizda minus 1 edi, to'g'rimi? Minus 1 o'zgarmay qolish uchun plus 1 yozganimizdan keyin minus 2 yozib qo'yamiz o'rtoqlar. Shunda ikkalasi ayrilsa, baribir minus 1 chiqaveradi. Va mana bu joy bizda to'la kvadratga tushadi. Demak, fx teng bo'ladi x plus 1 ning qavs kvadrati minus 2 bo'lar ekan o'rtoqlar. Ana endi x lar joyiga biz bemalol ildiz osti 2 minus 1 ni qo'yishimiz mumkin. Juda chiroyli bo'ladi. Ketdi. F ildiz ostida 2 minus 1 x lar joyiga qo'yapmiz. Mana bu joyga ham tushadi. Teng ildiz osti 2 minus 1 plus 1 ning qavs kvadrat minus 2. Xo'sh, endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu 1 bilan minus 1 yo'q bo'lib ketadi. Bizda ildiz osti 2 ning kvadrati minus 2 qoladi. Ildiz osti 2 ning kvadratidan 2 chiqadi, minus 2. Shunda javobimiz necha bo'lar ekan? 0 bo'lar ekan. Demak, bu qiymati 0 ga teng. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'sh, bizda navbatdagi misol o'rtoqlar, e'tibor berasizlar. Xo'sh, navbatdagi misolimiz kubik formulaga doir bo'lar ekan. Ya'ni 87-misol. 87-misol, e'tibor beradigan bo'lsanglar, fx funksiyamiz teng bo'lyapti x ning kubi plus 3x ning kvadrati plus 3x bo'lsa, deyapti. F kub ildiz ostida 3 minus 1 ni hisoblang deyapti. Endi e'tibor beringlar. Mana bu joyi kubik formulaga 100% tushaman deb turibdi. Ya'ni birinchi sonning kubi x kvadrat, ya'ni birinchi sonning kvadrati ko'paytiruv 3. Mana bu yerda albatta 1 bor desak, hech narsa o'zgarmaydi, bilasizlar. 3 ko'paytiruv x ko'paytiruv 1 ning kvadrati desak, hech narsa o'zgarmaydi. Nima yetmayapti bizga? Faqat bittagina 1 yetmayapti. Demak, mana bunday qilamiz, qaranglar. X kub plus 3x kvadrat kara 1 plus 3x ko'paytiruv 1 ning kvadrat plus 1 ning kubini qo'shib qo'yaylik o'rtoqlar. Va 1 ning kubini ayirib qo'yaman. Hech narsa o'zgarmaydi. Lekin mana bu joyi kubik formulaga yoyilishini beradi. Demak, fx funksiyamiz x plus 1 ning qavs kubi minus 1 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Mana bunga bitta 1 qo'shib 1 ayirib qo'ydik-da. Mana bu joy kubik formaga tushyapti. Ana endi biz bemalol x lar joyiga mana buni olib kelib qo'ysak bo'ladi. Kub ildiz ostida 3. Demak, kub ildiz ostida 3 minus 1 qo'yadigan bo'lsak, mana x joyiga ham shu tushadi. Kub ildiz ostida 3 minus 1 plus 1 bor. Uning kubi minus 1. Plus 1 bilan minus 1 yana yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, kub ildiz ostida 3 ning kubi minus 1 bo'lyapti. Buni kubidan demak 3 chiqadi, bilasizlar, minus 1. Demak, javobimiz 2 bo'lar ekan. Buni qiymati 2 ga teng bo'lar ekan o'rtoqlar. Tushunarli hammaga? Demak, keyingilari ham, ya'ni 88 ham demak xuddi shunga tushar ekan. Biz navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'sh, bizga keyingi misol. E'tibor berasizlar, keyingi misolimiz bo'ladi bizda 89